Fizik universitetiga talabalikka tavsiya etildingiz, lekin qaysi fakultetni tanlashni bilmayapsizmi? Unda men sizga hozir bitta video bilan qaysi fakultetni tanlashingiz kerakligini tushuntirib o'taman. Agarda siz fuqarolik sohasida advokat, yurist bo'lmoqchi bo'lsangiz va fuqarolik ishlari bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, xususiy huquq fakultetini tanlang. Hozir o'zgina ismi o'zgargan, sud himoyasi nimadir? Lekin oldin xususiy huquq edi, hozir sud himoyasi qanaqadir. Agarda siz prokuror bo'lmoqchi bo'lsangiz, jinoiy sohada mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz jinoiy odil sudlov fakultetini tanlang. Agarda siz xalqaro toifadagi yurist bo'lishni xohlasangiz, asosan xalqaro huquqqa qiziqsangiz, xalqaro huquq fakultetini tanlang. Agarda siz davlat organida ishlamoqchi bo'lsangiz, adliya vazirligi bo'lsa, ommaviy huquq fakultetini tanlashingiz kerak bo'ladi. O'qishni bitirganingizdan keyin fakultetning umuman farqi yo'q. Faqatgina o'qiyotgan davringizda sizga o'tiladigan fanlarda ozgina farq bor. Ya'ni ikkinchi kursdan asosan bu farq bilinadi. Ikkinchi, uchinchi kursdan boshlab sizga o'tiladigan fanlar, agarda siz fuqarolikda o'qiydigan bo'lsangiz, asosan fuqarolikka ixtisoslashtirilgan biznes huquqi, fuqarolik kodeksi ko'proq o'tiladi. Korporativ huquq shunga o'xshaganlar. Agarda siz jinoyatda o'qiydigan bo'lsangiz, jinoyat kodeksi ko'proq o'qitiladi boshqalariga qaraganda. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni bilib olish uchun sahifamga obuna bo'ling, chunki siz uchun